Fraksiya yig'ilishida tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan shaxslarga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirishga doir qonun loyihasi ikkinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Ushbu qonun loyihasi bilan inson ijtimoiy xizmatlar markazlariga tazyiq va zo'ravonlikdan jabr ko'rgan xotin-qizlarning yo'qotilgan bank plastik kartasini tiklash uchun tijorat banklariga murojaat qilish yuzasidan notarial tasdiqlangan ishonchnomalarga tenglashtirilgan ishonchnomani tasdiqlash huquqini berish taklif etilmoqda. Shuningdek, fuqarolik protsessual kodeksiga tazyiq va zo'ravonlikdan jabr ko'rgan xotin-qizlarning buzilgan huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha sud tomonidan ko'rib chiqiladigan ishlarda majburiy tartibda prokurorning ishtirokini ta'minlash bilan bog'liq qo'shimcha kiritilmoqda. Bu huquqbuzarliklar ustidan qat'iy va adolatli nazoratni kuchaytirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarni va ularni voyaga yetmagan bolalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida davlat tomonidan ko'rsatiladigan huquqiy yordamlar davlat tomonidan moliyalashtirilishi nazarda tutilyapti. Ushbu yordamlar otalikni belgilash yoki otalik huquqidan mahrum qilish, uyga kiritish, nikohni bekor qilish, aliment undirish kabi masalalar mana shu yordamlar sirasiga kiryapti. Bundan tashqari, tazyiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlar va ularni voyaga yetmagan farzandlarini reabilitatsiya qilish muddati ham uzaytirilyapti. Munozaralar davomida deputatlar qonun loyihasining zarurati va ahamiyatiga alohida e'tibor qaratib, unda nazarda tutilayotgan ayrim normalar bo'yicha o'z fikr-mulohazalari, taklif va tavsiyalarini bildirdilar. Qonun loyihasining qabul qilinishi tazyiq va zo'ravonlikdan jabr ko'rgan xotin-qizlar, ularning voyaga yetmagan farzandlarini manzilli va samarali ijtimoiy himoya qilishni kuchaytirish, shuningdek, ijtimoiy xizmatlar va yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirishga, shuningdek, ularning sifatini oshirishga xizmat qiladi. Fraksiya a'zolari tomonidan qonun loyihasi ma'qullandi. Yig'ilishda boshqa masalalar ham ko'rib chiqildi.